Assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalimizni obunachilari. Aziz do'stlar, biza G'oyib ko'chadamiz aziz do'stlar. Shu yo'l bilan birga kiraverasizlar. Ajoyib bir xonadonimiz sotuvga chiqibdi ekan, ajoyib narxlarda aziz do'stlar. Ekranda egasini nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Bundan bir 3-4 oy oldin ish ko'chani sal berakında bir joy sotdik aziz do'stlar. 400 milyonlar atrofida, lekin remonti yo'q edi. Bu uyimiz remontlari bilan, jihozlari bilan, bir televizor bilan xolodilnik ketadi. Boshqa hamma o'zlari qiladi ekan. Bir zo'r, ajoyib, xudo xolasa nodimiz. Hozir sizlarga birinchidan tanishtirib chiqaramiz. Bu yon tarafimizda maktab, bu yon tarafimizda bog'chalar bor, muammosi yo'q. Yo'l ham katta do'stlar, bemalol mashinalaringizni qo'yaverasizlar. Undan tashqari bizning xonadonimizni yana ko'rib turganlaringizdek darvoza qo'yilgan, bemalol mashinangiz sig'adi. Girizib qo'yaverasizlar, dokumentalniy deb olib qo'yibdilar ekan. Shular ham plus aziz do'stlar. Общий metr kvadrati 270 metr kvadratda joylashgan bir etajli ajoyib fayzli uyimizni sizlarga bugun ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, agarda sizlarda shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Ana undan tashqari reklama qilinmayman desangizlar, ofisga kelasizlar, uyingiz sotiladi, uyingizni ro'yxatdan o'tib ketasizlar. Xudo xolasa uni tezroq sotishga yordam beramiz. Asan odimiz uyini ko'rsatib boshlaymiz, ganglar. Bizning uyimiz ko'rib turganlaringizdek yana ish o'rdan. O'rtadan bo'lingan, ta bu yon taracha 7,5-8 metr atrofida. Plus garaji bor. Bu ham dokumentalniy haddina yetib turibdi. Eldilari shunday istashga qilingan, kanalizatsiyalar chiqib turibdi. Zeleniy zonalari ish o'rda bor yana ko'rib turganlaringizdek. Bir ajoyib eshiklari shunday eshiklardan qo'yilgan. Sho'tchik, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q aqang. Universiteden muammo yo'q, ganglar. Bismillah. Qaranglar. Chiroyli, fayzli bir kichkina oila deymizmi, katta oila, xudo xolasa hazzab yashaydi bu yerda. Sababi o'zlarimiz ham ko'rdik, hozir bunday narxlarda topish qiyin bo'lib turibdi. Shuning uchun qaranglar. Tanishtirib boshlaymiz uyini. Kotyollar qo'yilgan. Shu kotyol orqali uyimiz issiqqina bo'lib turadi ekan. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Prixojiylarni qaranglar. Chiroyli bo'lib turibdi. Pastlarimiz taxtadan qilingan ekan, pollari hamma o'zlariga qoladi. Yana televizorimiz ketadi, uyda xolodilnik ketadi. Boshqa o'zlari qoladi. Endi bu lichniy o'zlari ketishi mumkin. Endi ko'raverasizlar, ganglar. Bismillah. Tak, bu yerda shunday katta zal. Pardalari qistirilgan, ko'rib turganlaringizdek. Yomon emas. Aboydan chiqib turibdi. Ko'zni qaritmaydi aboylar. Zal uchun yarashib turgan aboylar. Konditsionerlarimiz bor. RTL firmasından yoqib qo'yasiz, buzin bo'lib turadi. Bu yerda yana televizor joylarimiz bor. İş qilib, aziz do'stlar, nima deymiz? Olasizlar, hazzab yashaydigan yer. Zo'r otopleniylar o'sib turibdi yana, aboylarimiz qistirilgan, televizor joylari bir dog'landa turibdi yana bir danasi. Ha, bu yoqda ikkinchi детский spalnyasi qaranglar. Bolalarimiz hazzab o'ynab kulib yashaydi. Bu yon tarafda ham oynalari bor ekan, yana pajorniy xodda akvaplastik romlardan qo'yilgan, otopleniyasi o'tgan. Bir zo'r aziz do'stlar. Bu uyni uchun sotchaq ekan, zo'r desangizlar aziz do'stlar, bu uyni egasini ishi Toshkentga ko'chirtir ekan. Shuning uchun sotchaq bo'lmasa sotqidin joyim emas, o'zim niyat etib olganman deb turibdi. Lekin majbur ishi tomonlama yana ko'chchaklar, shuning uchun sotchaq aziz do'stlar. Bu yerda qaranglar, birindan bir katta xona qo'ysangizlar ham bo'ladi. Zo'r bilan bo'lib bersangizlar uzun koridor bo'ladi, lekin yo'q, men shunday turishi yoqdi, men o'zim ham zo'r desangizlar qaranglar, zo'r. Tak, mebellari bilan. Shu mebellari shu uchun moslanib akkalangan ekan, bu ham qoladi. Bog'lar döşalib turibdi. Yanglar bu yerda endi kattalarning spalnyasi. Mana. Hazzab yashaydigan xonadan xudo xolasa. Bu yerda ham shu gap, oynalarimiz plastik ramlardan, har bir xonada oyna bor ekan aziz do'stlar. Bu ham bir plus. Sababi xonalarda ko'pchiliklarda biz ko'rurikmiz, yo'q oynasi. Lekin bu zo'r qilgan ekan. Bu yerda televizor uchun moslangan yerlari bor ekan. Bu yerda aziz do'stlar kuxnya. Kuxnya ham yana chiroyli, akkuratniy bo'lib turibdi. Hamma o'zlari joy-joyida. Bir zo'r. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bizda ketadi o'yin xolodilnik, televizor. Boshqa va endi lichniy o'zlari ketadi. Qaranglar, zo'r, ajoyib. Kelasizlar hazzab yashaydigan uy ekan. Bu
Bu yerda sanuzel. Qaranglar. Zo'r. Ajoyib. Kafelerdan chiqibdi. Plastiklar qistirilgan. Uголокlar dushoylar qilingan. Agu bor ekan дополнительный. Hojatxonasi shuda, kir mashinam qoladi bu yerda. LG firmasidan kir mashin 6 kilolik zo'r gap yo'q, LGlar zo'r ishlaydi. Bu yerda aziz do'stlar, отоплениyalar qo'yilgan ekan. Zo'r gap yo'q. Pastlarimiz kafel. Endi aziz do'stlar, sizlarga nani ko'rsataman. Bog' taraf ham kichkina emas aziz do'stlar, ganglar. Qarang aziz do'stlar, bog' taraf ham kichkina emas. Katta bog' taraf. Bog'am bor. Bu tarafini qaranglar, chizdirib olib qo'yibdi ekan ya. Mashinani girizasizlar. 2 mi 3 mashin girizib qo'yasizlar bu yerga taxlab. Dim zo'r, пожарный xodda o'ylashlaringiz mumkin, lekin bu taraf topik-ku, shuning uchun bu chizdirib olib o'zini dokumentalniyat qo'yibdi ekan. Bog'i bor. Ana undan tashqari bir de tovuqlarni boqaman deysizlarmi? Bu yerda yana letni hojatxonasi bor. Tovuq boqadigan yerlari bor. Ayondan bir skladlari bor. Aziz do'stlar, qarang ha, dim bir zo'r. Ajoyib ekan, narxini eshitinglar endi. Narxi 530 million ekan. Menimcha zo'r deb o'ylayman. Yana o'zlaringiz bilasizlar, stoyishimi yo'qmi? Katta 270 metr kvadratdagi 570 million. Hazab, tayyor, pod ключ hamma o'zlari bilan aziz do'stlar. Shuning uchun nima deymiz, egasini nomerini qo'yamiz, o'zlaringiz telefonlashasizlar, savdolashasizlar, naqd pul shtir ustida savdolashib olasizlar. Uy yoqdimi, ko'rdingiz ham, telefoningizning egasidan уже залогni gaplashmasangizlar, sababi уже 2-3 klientlar kelib turibdi, uyni ko'radilar. Kim birinchi залог berilsa, shunga beriladi. Endi egasini bog'liq, o'zlaringiz gaplashib, savdolashib olaverasizlar. Aziz do'stlar, g'oyudamiz, ferma ko'chadan kirib kelaverasizlar, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Esa videorolikimizni yakunlaymiz. Sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladi. Bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.